ئامېرىكىدىكى يەھۇدىي گۇرۇپلىرىنىڭ ئاساسىي سىياسەت مەركىزى بولغان يەھۇدىيلار ئاممىۋى ئىشلار كېڭىشى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلەشنى قارار قىلغان. يەھۇدىيلار ئاممىۋى ئىشلار كېڭىشىنىڭ قارارلىرى ئادەتتە باشقا نۇرغۇن يەھۇدىي تەشكىلاتلىرىنىڭ ئۆزئارا مۇزاكىرىسى نەتىجىسىدە چىقىرىلىدىغان ھەمدە ئامېرىكىدىكى يەھۇدىيلارنىڭ پائالىيەت ھەرىكەتلىرىنىڭ يۆنىلىشىنى بەلگىلەيدىغان بولغاچقا، ئۇلارنىڭ قارارلىرى ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن. يېرۇسالېم پوچتىسى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، مەزكۇر كېڭەش يېقىندا بارلىق دۆلەتلىك ۋە يەرلىك يەھۇدىي تەشكىلاتلىرى بىلەن بىرلىكتە چاقىرغان 2 كۈنلۈك قۇرۇلتايدىن كېيىن بۇ قارارنى ئېلان قىلغان. قارارنامىدا مۇنداق deyilgan: يەھۇدىيلار خىتاي كومپارتىيەسىنى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باستۇرۇشلىرىنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا، شۇنداقلا ئۆز چېگراسى ئىچىدە ياشايدىغان باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر ۋە دىنىي ئاز سانلىقلارنى ئېزىشنى توختىتىشقا چاقىرىدۇ. Xəbərdə aytilishicha, mazkur qaror Yahudilarning Uyg'urlarni qo'llash harakatlarining kuchayishida o'zini namoyon qiladigan bo'lib, qaror bo'yicha Yahudilar ommaviy ishlar kengashi o'z kunligi ostidagi barliq tashkilotlarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi so'z qilishga va boshqa jamiyat va guruhlar bilan hamkorlashib, Uyg'urlarga qaratilgan vahshiylikning oldini olish uchun asosiy qatlam harakati barpo qilishga chaqirilgan. Xitay Dövlət Müdafiə Ministerliğinin bildirişçə, Prezident Joe Biden vəzifəyə oturğandan buyan Amerika armiyasının Xitay deniz təvəlikidəki hərbi fəaliyyəti 21%, küzüş fəaliyyəti bulturqağa oxşaş məzgildikiga seliştirganda 40%-dən köprək aşqan. Ministerlik bayanatçısı Wu Chen muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Janubiy va Sharqiy Xitay dengizidagi faoliyati haqida to'xtaldi. U Amerikada yangi hukumat vazifasiga o'tirgandan buyon Amerika urush paraxotlarining Xitoy dengiz təvəlikidəki faoliyati bulturqağa oxşaş məzgildikiga selishtirganda 20%-dan ko'proq oshdi. Kuzatish aeroplanlarining faoliyati 40%-dan ko'proq oshdi dedi. Amerikani doim Xitoy atrofidagi havo va dengiz rayonlariga urush aeroplani va paraxot avatish, rayonni harbiylashtirish va rayonning tinchligi va muqimligiga tahdid solish orqali harakat qilayotganligini ayblagan u, Xitoy bu ahvolga qat'iy qarshi turdi dedi. Qırğızistan-Tacikistan çegrasidagi qurolliq to'qunishda har ikki davlatning jami 6 kishining hayotidan ayrilganligi, 115 kishining yaralanganligi e'lon qilindi. 28 aprel Qırğızistan-Tacikistan çegrasidagi suv bilan ta'minlashni kontrol qilish masalasidan kelib chiqqan jiddiylik ikki davlat xalqining 29 aprel bir-biriga tosh etishi bilan davomlashdi. Egilenishicha, ikki davlatning chegara armiyasining aralashishi bilan to'qinish yuz berib, har ikki tarafdan broneviklar rayonga avatilgan. To'qinish yuz bergan yaqin atrofdagi yezi bozorlarda bolalar va ayollar tarqoqlashtirilgan. İjtimoiy taratqularda tarqalgan suratlardan ma'lum bo'lishicha, qaysi tarafga tava ekanligi noma'lum nurg'un uylar ko'ydirilgan. Rossiyada turayotgan Qirg'iziston bosh ministri Ulug'bek Maripov va Tojikiston bosh ministri Kohir Rasulzoda bir yerga kelib suhbat orqali chegaradagi to'qinishni tezdan hal qilishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Xitay taratqullarining xabar qilishicha, Xitay kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazining tarqalishchan kasalliklar doktori Wu Zunyo payshanba kuni Xitoyning ba'zi shaharlarida Xitoy virusining Hindistan varianti bayqalganligini aytgan. U, garchi Xitoydagi yuqumning umumiy ahvoli yaxshi, davlat ichi manbalik yuqum yo'q bo'lsa-mu, lekin xalqaro vaziyat intayin og'ir. Chet el manbalik yuqumning besimi texmi cho'ng. Ammo buningga sal qarmaslik kerak degan. Pat arada yetib keladigan emgakchilar bayrami sababidan virusga qarshi qo'llanilgan tadbirlarning muhimligini ta'kidlagan u, Xitoyning ba'zi joylarida Hindiston variantining bayqalganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin qaysi rayonlar ekanligi haqida ma'lumot bermadi. Yana bir tarafdan, Xitoy yer shari vaqt kezdi Xitoyning Jejong o'lkasidagi bir portda 11 kishining bu xil virus bilan yuqumlanganligini xabar qildi. Amerika Kengash palatasi qurolliq mulozimat komitetida dunyoviy tahdid temasidagi yig'iniga qatnashgan Amerika dövlətlik İstixbarat idorasining boshlig'i Avvel Haynes Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobatga baho berdi.
Haynes Xitayning axborot va harbiy texnika qatorliq nurg'un sohada ko'rinarli qadam tashlaganligini ko'rsatib, Amerika axborot jamiyati bo'lish sifati bilan ular o'z sohasida Beijing bilan davomli raqobatlashadiganligini aytdi. Haynes bir savolga javob berganda, Xitoyning o'ziga texmo ishonch bilan qaraydiganligini ko'rsatib mundaq dedi. Xitoy o'zini kunsiri kuchayotgan kuch, Amerikani zavolliqqa yuz tutgan davlat deb qaraydi. Buni nurg'un Xitoy amaldorlarining bayonotida ko'ra olasiz. Haynes Xitoyning urush qilish niyati yo'q deb qaraydiganligini bildirdi va ammo Beijing bu jarayonni nol yig'indalik o'yin deb qaraydi. Bu orqa ko'rinishda Amerikani har sohadagi tahdid deb qaraydi dedi.